Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Aka o'zingiz tanishtirsiz? Ismim Abduvohid. Nima xizmat? Onamga sovg'a bermoqchi edim. O'shanga nima tavsiya qilasiz? Bizda hamma yo'q, bop, ro'zg'or narsalar. Siz onangizga nima narsa mo'ljallayapsiz? Aka, onamga dazmollari buzilib qoladi. O'shanga dazmol ko'rsatsangiz. Dazmolni juda yaxshi variantlari bor. Bizda mana shunaqa part dazmollarimiz bor. Eshikkaga ila dazmol qilsa bo'laveradi. Yurib qo'ymaydi. Eshikkaga, stolga hamma dazmol qilgan olib dazmol qilaveradi. Bu narsani tavsiya beramiz. Akajon, u qanday ishlaydi? Uni bachoga bog'ladi, bachoga suvni to'ldirib qo'yib, tekka saygandan keyin har holatda para chiqadi. Parda olib, kiyimlarni dazmol qilaverasiz bemalol. Shunda misol dazmol sto'lan shart emas bunda. Eshikka yo'l dazmol qilaveradi. Yaltirab, kuydirib, qo'y degan narsa bo'lmaydi. Parada qilaveradi, g'ijimlarni ko'rib yozadi. Akajon, menga yoqdi, rahmat. O'rab bersiz.